uni bilan boshlaymiz va payg'ambarni eslab ibodat qilamiz. Zal o'zining go'zalligi bilan naqadar baxtli va biz bu bezak bilan naqadar baxtlimiz. U keldi, uning go'zallik mukammal va to'liqdir. Muhammad uchun ibodat qiling va hamd va sanolaringizni ko'paytiring. Ey bu kecha nurining yulduzlari va barcha yulduzlarining nuri, barcha tashvishlarni yo'q qiladigan qizga yo'l oching. Bizni o'ziga jalb qilgan go'zallik chindan ham beqiyosdir. Uning ko'rg'onduzlar bo'ridan tashqari va uning ko'rinishi buloqlarning ko'rinishiga o'xshaydi. Olijanob ayol nafis qadamlar bilan yurib keldi. Bugun kechqurun bizning quyoshimiz barcha go'zallik osmonida ko'tariladi. Ey omad kulib boquvchi, shoshiling va bu g'azalni tabriklang. Sizga eng qimmatbaho sovg'a keldi. Xudo bu birlikni bersin. Uning yo'q libosi qo'liga tegadigan, kuni bezatilgan va u kiygan oqli kuning go'zalligini chinakamiga oshiradi. U bu kechalarining malikasi, sadoqat uning fazilatidir. Xudo unga muvaffaqiyat bersin. Qalbini sevgilisi bilan birga qilsin. Xudo sizga baraka bersin va baxt ato etsin. Kunlaringiz quvonchga to'lsin va bizga minglab tabriklar. Tun quvonch bilan undi va dunyo biz uchun go'zallashdi.